Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozon alilleri o'zining orzulu qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Tangshuanzongga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan yan familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Shaxsan o'zi tanlagan maxsus xodimlar va eng tajribali savdogarlar qudratli Tang sulolasining ta'siriga yetganligi joylarga qatnab, inson badaniga quvvat ato qiladigan turli tuman shifoliq yemekliklarni Chang'an Loyangdagi o'rdalarga to'shib turadi. Sharqi shimol Koreya tog'larining eng egiz cho'qqilaridan o'sib kelingan odamgiya Tangritog' va O'rxun Silinga vodilaridagi o'rmonlarda ovlangan bug'ularning yumshoq tuklik munguzlari. Changjiang daryosining janub taraflaridagi issiq makonlardan yig'ib kelingan har xil foydali o'simliklar podshoh Tangshuanzongning xos tevaplariga topshirib beriladi. Mamlakatning joy-joylaridan tanlab kelingan bu karomat istedodli dorigarlar oshu qimmatli xom ashyolarni pishiqlab ishlab, suyuq, malham, ko'milish dorilarni yasaydi. Uningdan boshqa yana qushqash tuxumi, qorlig'ash changisi degandek alohida retseptlarni tayyorlaydi. Shu dorilarning kuchimi yoki podshoh Xuanzongning aslida tegichinmi ish qilib, u jismoniy jihatdanmi ham ruhiy jihatdanmi qayriliqqa bo'y bermay kelyotdi. U bo'sh vaqtlarni xonish, to'qonlarning yinida o'tkazishni bu dunyodagi eng zo'r xushallik deb biladi. Halbuki oxirgi vaqtlardan beri qayri podshoh birla nosininga, ya'ni oliy darajalik to'qol Yangui Feiga berilib ketdi. Bo'libmi bu yil qish kirgandan tortib Tangshuanzong oshu o'ti yomon to'qolning issiq qo'ynidan chiqolmas bo'lib qoldi. Fanyang va Loyangda bo'lib o'tgan voqealar to'g'risida tunji ma'lumot kelgan chog'dimi, u Yangui Feining hujrasida uning erkalashlaridan mas bo'lib o'tirdi. Shu arada xos mahram kirib bo'sog'ida to'xtadi. Xonalilarga ma'lum bo'lganki, bosh vazir Yang Gojong hazratlari keldi. Xuanzong xonning kayfi uchdi. Mo'shundoq chog'dimi odamni ovar qilamdi deb o'yladi u. Lekin bosh vazir bu suyumlik to'qulining aksi bo'lg'achqa ichidagi noroziligini chandurmasdan takalluf qilishga to'g'ri keldi. Kirson, dedi u mahramga qarab va Yangui Feining yinidan qo'pib, xonining o'ttirg'i qo'yilgan yumaloq shiraning cho'risiga tizib qo'yilgan yo'lanchiksiz yumaloq o'rindiqlardan biriga o'ltirdi. Bosh vazir Yang Gojong kirib ta'zim qildi. Xon aliylariga yetkazdigan favqulodda muhim xabar bor. Marhamat, qani o'ltiring. Xon aliylariga tashakkur. Yangui Fei nasinib kelib Xuanzong xonning yiniga o'ltirdi. Bu siyosatvoz to'qol haqiqatan go'zal edi.
Uning silva bo'yi atirgul rangidagi nepis yipak ko'nglik ichida avrishimdek to'lg'inib turadi. Egiz ko'ptirib yasalgan qap qara ham qo'yuq chachlariga oltin zig'chilar qadalgan. Marvoyitlar esilgan bo'lib, suzik oq yuzini texmi ko'rkam qilib ko'rsatdi. U xuddi shikardek shirin so'zlarni yog'dirdigan qiyniq qizil lavlarni mug'ambarlarcha umchaytib, podshohga yiqimliq tabassum ayladi. Andin aksiga qarab, "Shuncha aldirash nemish bo'ldi, aka?" deb so'radi. Xon bilan vazir suhbatlashayotganda o'zini chetga olmaslik, yana teg'i podshoh ig'iz ochmay turib so'zga aralashish albatta o'rda erkonlarga xilof keladigan va hatto qattiq jazolanishga tegishli bo'lgan qilmish, adabsizlik hisoblanadi. Lekin go'zal Yonguyfi podshohning omroq arkisi va bosh vazirning singlisi bo'lg'achqa alohida imtiyozga ega edi. U so'z harakati erkin bo'lish bilan qolmay, balki o'rda ichidagi amaldorlarni vazifaga tayinlash va vazifasidan qoldirishdek muhim ishlardimi faol rol o'ynamoqda. U o'zining go'zalligi va o'tkir aqli bilan podshohni butunlay o'z changaliga kirgizib olgan edi. Xonalilarga ma'lum bo'lsinki, Allushan Fanyanda to'plan ko'tiribdi. U oxir shunda qipti-da. Necha vaqtdan siz Allushan to'plan ko'tirishi mumkin deb ogohlantirsangiz, men ancha ishonmay yurib ekanman. Allushan ba'zi ishlardan norozi bo'lsa-mu, bunchalik bo'lib ketar deb o'ylamabdi ekanman. Endi qanday qilamiz? Allushan degan munofiqning o'g'li darhol o'ldirilsin. Bosh ustiga xonalilari. Buyruq. To'planni bostirishga darhol qo'shin avatilsin. Tezdan o'rinlashtiring. Bosh ustiga. Shu kunilar Allushanning chang'anda turayotgan o'g'li tutib kelindi va kollisi elindi. To'planni bostirish uchun 60 ming kishilik va 110 ming kishilik ishga zo'r qo'shin mangdirildi. Podshoh Tangshuansungning dil orami buzildi. Bu tur mamlakatda ig'ir tabiiy ofat bo'lib, davlat xazinasidan nurg'un chiqim qilishga to'g'ri kelganlikdan joylardagi boj va hoshir seliqlar ko'paytirilgan edi. Shu sababdan al ichida g'ovg'i besiqmay, uzluksiz ma'lumotchiliklar yuz berib kelyotdi. Lekin bu ishlar podshohni ancha beorom qilmagan edi. Keyin Allushan bosh og'ritqili turdi. U Yonguyfining o'rda ishlariga aralashib olishni cheklash, yuqori mansab o'rinlarini qo'lga kirgizib olgan Yang jamiyatining vakillarini o'rdadan qo'g'lab chiqarib, nohaq jazolangan amaldorlarning xizmatini asliga keltirish to'g'risida bir necha qitim talab qo'ydi. Shansongxon uning talablarini qondirmadi albatta. U Allushanni bundoq o'kti qo'pidi deb o'ylamadi. Bosh vazir Yang Gojong podshohni qayta ogohlantirib, Allushanning yomon niyati bor. U to'plan ko'tirishni qasdlayotdi deb ishontirishga tirishdi va oxir Fanyang oymiqidagi ishlarni tekshirish uchun sud ochdi. Allushan shaxsan o'zi g'arbiy ostonaga kelib sudda javob berdi. Sud Allushanni oqlab hukm chiqardi. Tog' dalalardagi ko'chmanlarning qaysarligi bilan hashamatlik qasrlardagi amaldorlarning hiylagarligini o'z tabiatida birlashtirgan bu chegara rayon hirovuli sudda jazoga tortilish emas, aksicha o'zining qo'l ostidagi harbiylarga mukofot tarqatish uchun o'rda xazinasidan bir talay oltin kumushni elib Fanyangga qaytdi. Qeri Tangshuansung uningga bak ishonadi. Holbuki oxirgi hisobda sazgur va gumonxo'r Yang Gojongning ogohlantirishlari to'g'ri bo'lib chiqdi. Allushan sud jarayonida tulkidek quyruq shipanglatib, jin shaytondek tutuq bermay Fanyangga sog'-salomat qaytib berib olgandan keyin sun'iy niqobini yirtib tashlab, o'rdaga qarshi tiq ko'tarib chiqdi. Tangshuansung bu xabarni anglagandan keyin o'zini qo'yadigan yer topolmadi. Voy yaxshilikni bilmaydigan insofsiz munofiq. Sulolaga osiylik qilishni shundoq oson deb o'ylamsan? Xap,
Ha, to'xtabdi. Kallani kesib, shahar sepidan cho'ng darvozasi oldiga esib qo'ymaydigan bo'lsam. Qeyri podshoh o'zi avatgan ishki qo'shinning andushani tarmar keltirishiga zo'r umid bog'lagan edi. Va holanki, Tangshuanzongning xotirjam yashaydigan kunlari oyoqlashgan bo'lsa kerak, kishini cho'chitadigan xabarlar Chang'andagi o'rdaga kayni-kaynidan rahimsizlarcha uchib kirishga boshladi. Fanyoni tinchitishga avatilgan ishki qo'shin dastlabki jangdalar uzil-kesil tarmar bo'lib qochdi. Orqadan sharqi ostona Loyan qo'ldan ketdi. To'polonchi qo'shin davomli g'arb tarafga, ya'ni Xibeydan Shanxi chegarasiga qarab tez ilgirlab kelmoqda edi. Ruhiy kayfiyati tuvanlab, qapoqlari turilgan Shanzong oltin taxtda beshini sangalatib o'tiradi. Vazirlar va har darajalik amaldorlar taxt supisining ishki yenidan tortib, pagoqqicha ishki qator tizilib, qo'l qovushtirib turadi. Yangochong, labbay xonalilari. Jang ahvolida qandoq yangiliklar bor? Xonalilariga ma'lum bo'lganki, to'polonchilar Shanxi tavasiga kirolmaydi. Tungan o'tkilini saqlayotgan qismlar botirlik bilan jang qilib, ularning ilgirlash yo'lini to'sib qo'ydi. Bizga boshdan oyoq sodiq bo'lib kelayotgan Qiton begzodasi Li Guangbi, Xibey, Xidong taraflarda qattiq mudofaa jangi elib beryotdi. Ishonchim komilki, to'polonchilar Li Guangbiga hargiz teng kelolmaydi. Tangshuanzongning ko'zlarida jonlanish alomatlari ko'rildi. U rozi bo'lganligini ifodalab, shalong oq soqolini siypashtirgach, beshini osta lingshitdi. Tungan qismlarning qo'mondoni bilan Li Guangbiga maktub yo'llansin. Ular to'polonchilarni mag'lub qila olsa, unvon darajasi o'stiriladi. Orda xazinasidan katta mukofot beriladi. Bosh ustiga xonalilari. Kengash oxirlashdi. Shanzong xonning o'ziga bo'lgan ishonchi mustahkamlandi. Go'yo baxt qushi uningga kulib qaragandek xush xabarlar kelishga boshladi. 756-yili yozda Li Guangbi g'arbiy yurtdagi qo'rdonlik va kuchaliqlardan tashkillangan qo'shinga qo'mondonlik qilib, to'polonchi song'ullardan Shisiminning qo'shiniga qattiq zarba berdi va Xibey o'lkasining bir qismini qaytarib oldi. Holbuki, urush vaziyati xuddi bahor havosidek o'zgarishchan edi. Shisimin bir qaytim mag'lub bo'lgandan keyin o'zini o'ngshi bilib qaytirma hujumga o'tdi va jang maydonlaridagi suloli qo'shinlarni qirib tashladi. Tungan o'tkilini saqlayotgan qismlar bundoq zo'r fojianing xabarini anglagandan keyin butunlay umidsizlandi. Urush qilmayla o'z istehkomlaridan chekinib chiqdi. Shuning bilan 756-yil 7-oyning 10-kuni to'polonchilar Shanxi tavasidagi joylarga besib kirdi. Necha vaqtdan beri Tangshuanzongdan qo'rqib yoki uning yuz xotirasini qilib dardini ichiga yutib kelgan amaldorlar endi har tarafdan g'azablik cho'qin ko'tarishga boshladi. Bu ishlarning hammasi shu Yanguxi bilan Yanguzhouning kasabtidan bo'layotdi. Shundoq. Ular ikkisi Shuanzong xonning beshini aylantirib, o'rda ichiga o'zlarining qarg'a kelmas tuqqanlarini to'shqizib etdi. Solala uchun jon pido qilib xizmat ko'rsatgan song'ullar odil imtihondan o'tib, o'z bilimi va iqtidorida ishq silayotgan qalamkashlar nohaq chetga qiqildi. Shu sababdan biz o'rda ichidimi, jang maydonlaridami palach holga tushib qoldik. To'g'ri, endi bundoq ketaversak bo'lmaydi. Aloshanning talabini qabul qilib, Yanguxi bilan Yanguzhou'ni o'rdadan qo'g'lab chiqarish kerak. Shunda qilmasak, to'polonga qatnashadiganlar barg'ansir ko'payib ketadi. Koni amaldorlarning xohishi ana shundoq edi. Lekin qayrag'on seri ish qavisi ulg'ayib ketayotgan Tangshuanzong yana o'zining suyumlik to'qilidan mehrini uzalmaydi. O'rda ichida buhron kelib chiqdi. Yanguzhou tarafdorlari bilan o'qituvchilar oshkora ishga qutubga bo'lindi. Birlik buzildi. Podshohning gapi o'tmas bo'lib qoldi.
Zafar quchib to'xtovsiz olg'a ilgirlayotgan Anlushan qo'shoni Chang'an shahriga kundan kunga yaqinlab kelmoqda edi. Amdi g'arbi ostonani qo'g'dab qilishdan umid uzildi. Tang Xuanzong o'zining urug' jamiyati va muhofazachi qo'shinini boshlab, Yang Guifei va Yang Guzhongning hamrohligida Sichuan tarafga qochdi. Lekin Xuanzong xonning o'g'li Li Heng ular bilan mangmadi. Yang Guzhong va Yang Guifeilar bilan qat'iy chiqisholmaydigan va shu vajidan otasiga xafa bo'lib yurgan bu xonzoda o'ziga qarashli qo'shinni boshlab shimol tarafga yo'l oldi va Sufang oymiqining hirovuli Goseyi Songun bilan birlashdi. Qudratli Tang sulolasi butunlay og'dirilish xavfi ostida turadi. Padişah to'polonni bostirish mumkinchiligini ko'nglidan chiqarib va Sichuanning chat xilvat joylaridan panoh izlab to'xtamay qochib ketaverdi. Lekin ostonadan yiroqlashgan sari muhofazachi qo'shindagi qo'mondonlarmi va jangchilarmi Tang Xuanzongga itoat qilmaydigan bo'lib oldi. Sichuan yerdagi bir o'rmonda ketayotganda jangchilar ochiq-oshkora qarshilik bildirib Mong'olga unmadi. Yang Guifei'ni deb jinimizni sepirishni xohlamaymiz. Dab farqirashdi ular va qilish nayzalarini ko'tarib Tang Xuanzong bilan Yang Guifei o'ltirgan mapiga devaylab kelgili turdi. Muhofazachi qo'shinning sarkardasi ochchab turib kelib, ularning oldini to'sdi. Tinchlaninglar! Tartib intizomni buzmanglar! Sizlarning talabinglar o'rinliq. Lekin tartibni buzishga bo'lmaydi. Biz bu masalani mardlarcha bir taraf qilamiz. Shu gap bilan sarkarda otdan tushdi va xuddi o'ziga o'xshashlar sovut dubulg'i kiyib, yonlarga qilish osqan bir necha chavushni agashtirib, ikkinchi mapining oldiga keldi. Yang Guzhong hazratlari, chiroyi totirib, ko'zlari aloq-chaloq bo'lib ketgan bosh vazir Yang Guzhong mapidan avaylab yerga tushdi. Sarkarda uning oldiga yana bir qadam yaqinlab kelib, keskin talaffuzda mundoq dedi. Hazratim, qo'shinimiz va o'rda ahliga vakolatan sizga shuni uqtirmanki, buyuk Tang davlatining hayoti va shon sharafi uchun siz o'zingizni o'ltirishingiz shart. Darhol ijro qilg'aysiz. Yang Guzhong hech kimga qarayolmay uzoqqacha beshini to'van silib sukut qildi. Padişah Tang Xuanzongmu o'zining mapsidan beshini chiqarib sarkardining hukmini angladi va ikki mahramning yo'lishi bilan yerga tushdi. O'limga hukm qilingan bosh vazir asta beshini ko'tarib o'zining hibatchisi bo'lgan Xuanzong xonga nursiz ko'zlari bilan qarab baqdi. Oqsoqolliq padişah haddidan ziyoda qo'rqib ketganlikdan zuvon suralmay g'al-g'al titrab turadi. Yang Guzhongning ko'zlaridan yosh agadi. Xon aliylari, buyuk Tang davlatining taqdiri mening hayotimga bog'liq bo'lsa, sulolaga sodiq jinimni qurbon qilishga tayyorman. Tang Xuanzong yana eg'iz ochmadi. Sarkarda va chavishlar hukmning ijrosini kutib, bosh vazirga so'g'uq va surlik qiyofatda qarab turishdi. Yang Guzhong beshidagi amal bo'kini ikki qo'li bilan asta elib, hukm e'lon qilguvchi sarkardaga berdi. Sarkardaning yenida turgan bir chavush qo'lida tutib turgan orqani yalangbosh turgan bosh vazirga uzatdi. Yang Guzhong titrab turgan qo'llari bilan orqani oldi va orqasiga burilib bir yo'g'on daraxtning tubiga keldi. Hech kim uningga gap qilmadi. Hech kim uning yeniga kelmadi. Yang Guzhong sirtma qilib tayyorlangan orqanni daraxtning cho'ng shexiga ortib bog'ladi. Ondan nerida yotgan yo'g'on toshni tasga ko'tarib kelib, daraxtning tubiga qo'ydi. Shu toshning ustiga dassab sirtmoqni bo'yniga soldi. Bir askar yugurib kelib, toshni uning putlari ostidan elib-etdi. Yang Guzhongning bo'shliqda esilib qolgan gavdasi bir necha qitim tipirlab to'xtab qoldi. Mapidan chiqmay o'ltirgan Yang Guifeining asabiylarcha chirqirab yig'lig'ini anglandi. Bo'ldi, ish tamom.
dedi sarkarda va as hushini yo'qotib ba'ayni tirik murdig'i o'xshab qolgan Tangshuanzongning oldiga keldi. Nima? Yana nima gapingiz bor? Endi o'zlari bilan so'zlashgan ishba xonalilari. Yangojon yo'qoldi. Bizga shu kifoya. Endi hech kim o'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Yanguyfinimi yo'qotish kerak. Yanguyfini o'ldiraylik. Hashbashligicha askarlar taraf-tarafdan etilib kelib, Yanguyfini mabidan so'rab tushirdi-da, inchki yipak toni bilan uning bo'ynini bo'g'ib o'ldirdi. Tangshuanzong shu topda ya o'lik, ya tirik emas bo'lib, ikki eg'iz gap qilgudek va yoki boshqalarning gapini anglagudek holi qolmagan edi. Uni so'rashtirib degidek qayta mabiga o'ltirg'izishdi. Safarni davomlashtirib, tog' cho'qqisidagi bir qal'aga kelganda to'xtashdi. Yilqi sarkarda Tangshuanzongning oldiga keldi. Endi taxtni Xonzoda Lixinga o'tkazib berib, mushu qal'ada turg'aylar. Ma'qul. Ana shu kunlarning birida butun mamlakatda donqi pur ketgan Anlushan zafar quchib qanotlangan o'z qo'shinini boshlab Tong sulolasining egisiz qolgan g'arbi ostonasi Chang'an shahriga doqu dumboq sadolari ichida hayvi bilan kirib keldi. Shundoq qilib, dunyo tarixida kuch-qudrati mashhur bo'lgan Tong sulolasining har ikki ostonasi Anlushanning qo'liga o'tdi. Sufang oymiqining Lingwu degan yerida Xonzoda Lixin podshoh deb jakarlandi. Uning saltanat nomi Tang Suzong deb ataldi. Bu yangi podshoh Sufang Yirovuli Goziyi va g'arbiy qo'shinlar bosh qo'mondoni Li Siyu bilan zich ittifoqlashib, to'polonchilarga taqobil turish tadbirlarini tuzdi. Huanghe vodisining g'arbidagi qismlarining bosh qo'mondoni Barg'ut Xo'yun ularga qo'shildi. Shuning bilan Tang Suzongga sodiq bo'lgan bu sarkardalar Anlushan qismlariga qarshi bir qator janglarni qildi. Oxiri bir kuni Goziyi Suzong xonning huzuriga kirib, ta'zim bajo keltirdi. Sulola qo'shinlari chechilib tarqilib ketdi. Hozir bizning qo'limizdagi kuch bilan to'polonchilarga taqobil turish tas. Meningcha, Uyg'ur xalqi qo'shin avatib, Anlushanga qarshi urushga qatnashgan bo'lsa, vaziyatni o'ngshig'ili bo'ladi. Ejdaho shakli kashtilangan seriq shahoni to'n kiyib, xuddi shundaqli seriq ejdaho surati sizilgan yumuliq shira yenida o'ltirgan Tang Suzong xiyolchan ko'zlari bilan Goziyiga qarab, asta o'rnidan qo'pdi. Qo'llarini kayniga tutib, u yoqqa mong'ilib turdi. Fikringizga qo'shilaman. Darhol Uyg'ur xaqoniga odam avatayli. Sizningcha kimni avatsak bo'lar? Goziyining chiroyidan cho'nqur mulohiza yurgizayotganligi ko'rinib turadi. Xonalilari muvofiq ko'rsa, 9 odamni avatayli. Uyg'urlar 9 sonni xosiyatli son deb biladi. Shunga Uyg'ur xaqonining 9 vaziri bor. Qolgan safarga chiqqanda 9 tug' ko'tariladi. Biz 9 vakil avatsak, ularni hurmat qilganlikni ifodalaydi. Bu 9 odamning biri Sang'un Barg'ut Xo'yun bo'lsin. Bu zot Uyg'urlarning Bayonchur qog'oni bilan quda keladi. Bayonchurning ikkinchi o'g'li edigan shu Barg'ut Xo'yunning qiziga uylangan. Shundoq. Uning ustiga Barg'ut Xo'yunmi Uyg'ur? To'g'ri. Barg'ut Xo'yun bo'lsin. Uningdan boshqa bardiganlarni siz tayinlang. Ular bilan ayrim so'zlashib, nomzod bekitilganda menga ma'lum qilg'aysiz. Bosh ustiga xonalilari. 10-bob. Oxirgi umid O'rxunda. Qutatmish Loyang shahriga yetib kelganda, havo ko'rinarlik isib, patqoq yerlar qurib qolgan edi. Ko'chalarda tuzuk odam ko'rinmaydi. Aralab to'polonchi qo'shin askarlari otlarini chaptirib, qolaymaqon varqirishib o'tib ketdi.
tenab yurgan lalmi ishtlari ularni ko'rganda yo'l bo'yidagi axlat chavarlarni oqtirishni qo'yib, qaysidir bir insijin ko'rinmaydigan ko'chalarga yoki o'rilib tushgan uylarning xarobalari orasiga qechib kirib g'oyib bo'ladi. Hamma yerda sunib ketgan g'arava, mahjiyib ketgan sevat, kesak parchalari, sapal sunuqlari degandek narsalar qalaymaqon chechilib yotadi. Bu vayrona ko'chalarda onda-sonda paydo bo'lib qoladigan puhralar vahimi ifodasi chiqib turgan ko'zlari bilan atrofiga ishtiq qarab qo'yib, xippida o'tib ketadi va qaysidir bir g'o'ylig'i kiratdi-da, darrov eshik darvozalarni ching taqib oladi. Hech qanday yerda biror do'kon, oshpuzul, choyxonami echilmagan edi. Qutatmishni surib bosdi. U itining beshini qaysi tarafga burishni bilmay tingirqab turib qoldi. Ushtum-tut bir chetda odam ovozi anglandi. Qutatmish darhol burilib shu tarafga qaradi. Ko'chaning oyoq tarafidagi eski tomliqda usti beshi jul-jul bo'lib ketgan 4 odam o'ltiradi. Qutatmish ularning yeniga keldi va otdan tushib salom berdi. Sizlar nima odam? Nima uchun bu yerda o'ltirsizlar? Uyinglar yo'qmi? Sen bu yerga yangi kelgan yo'lovchi o'xshaysan. Bu yerda nima ishlar bo'lib ketganini bilmamsan. Qara, uy makonsiz qoldik. Ko'rmayvatamsan. Men bu shaharga bugun keldim. Bu yerda nima ishlar bo'lib ketganidan rostli xabarim yo'q. Nima uchun uy makonsiz qoldinglar? Hech nimani bilmaydi ekansan-da. Yaxshi, bu yerdan tezroq ketib olgin. Bo'lmasa, bolaga qolasan. Sana o'xshash yoshlarni ular yo askarlikka, yo hasharga tutib ketadi. Bizga o'xshash qeri, kesalchan kishilar mana mushu kunga qoldik. Ba'zilarimizning uylarimizga o't qo'yib ko'ydirib o'tishdi. Ba'zilarimizning uylarimizni tortib olishdi. Shunga tilanchilik qilib, mushunda xarobalikda jon saqlayotimiz. Ular shahrimizni besib olgandan keyin oda 3 kungacha aholini bulan-talan qildi. Hech narsamizni qo'ymay tortib olishdi. Nurg'un talaysiz kishilar ularning qilishlari ostida o'ldi. Ular yana nurg'un qiz-cho'qillarni qul qilib elib ketishdi. Ular deganinglar Aloshanning askarlarimi? Shular bo'lmay kim bo'ladi? Biladi ekansan-ku. Bu yerdan tezroq ketib olgan yigit. Qutatmish ketib olishga ulgurmadi. Yon ko'chadan bir to'p otliq askar chiqib keldi. "Ey! Nadin kelgan odarsan?" Masmadar ismli bir tuqqanim sizlarning qo'shinda 15 edi. Shuni izlab keldim. Uni tunimsizlar. U hozir nada? Qaysi Masmadarni deysan? Fanyangdan kelgan Masmadarndansan? Uning Inachitay ismli bir qeri tuqqani bormidi? Shundoq, to'g'ri. Men uni taniyman. Fanyangda uni bilan tanishib qolgan edim. U hozir nada? U g'aribga yurish qilg'ichi qo'shin bilan Chang'an tarafga ketdi. Uni tuqqani bo'lsang, tezroq berib, uningga yetishib olgin, birodar. Qutatmish o'z ichida, bu yerda hayol bo'lsam, meni yana askarlikka tutib olishmisan yoki itimni tortib olishmisan? deb o'yladi-da, chilan to'riqqa minib shahar darvozasidan chiqdi. Shu mang'ancha yo'l bo'yida uchragan yesi kentlarda to'xtab hardoq chiqarib, dush kelgan o'rmonliq, dolu tuzanglarda to'shqan, kaklik, bo'donidek jonivorlarga qopqon qo'yib, oziq to'likni g'amlab, kunpetish tarafga ketaverdi. U yoq bu yoqqa o'tib turgan qo'shinlardan Masmadarni surishtirdi. 2 qitim askarlikka tutildi. Ipini keltirib yana qechib ketdi. U ana shundoq o'ngishli qechib qutulgan chaqlarida o'zini talaylik deb hisoblaydi. Otam botasin boqining pakrohi menga madad beryotdi deb o'ylaydi u. Holbuki uzun yo'llarda tanho ketib o'tib g'irib singan chaqlarida o'zini eng baxtsiz odamdek his qiladi.
ig'ir ichki kechirmishlar uni azoblaydi. 1 yil bo'ldi. Xuddi qochqin jinoyatchidek har yoqlarga qatirab sargardon bo'lib yuribman. Shuncha tortquliqni totib, ko'rgilikni ko'ribmi, maqsad muddolarim amalga oshmadi. Tortgan jafolarim shu bir odar qiz uchun edi-ku. Uni yerdan bo'lsa-mu, osmondan bo'lsa-mu, hargiz topmay qo'ymayman deb tog'ni talqon qilig'idek g'ayrat bilan otilib chiqqan edim-ku. Oxir odar qizni topdim. Lekin oqibatda bundoq bo'lishini o'ylamagan edim-ku. Shuni o'ylasa, uning yuragi qisilib, ko'zlariga yosh keladi. Bu dunyoda menga yana nima kerak? O'rxonga qaytib ketaymi ya? Yo'q. Masmadir degan vahshiy mal'unni mushunda qo'yib atsam, odar qizning ruhi mendan rozi bo'lmaydi. Inachikdaymi xotirjam yotolmaydi. Menmi umr bo'yi vijdon azobidan qutula olmayman. Shuning bilan u qaytadan g'ayratga kelib yo'lini davomlashtirdi. U Masmadarning Chang'anni topa oladiganligiga ishonadi. Qutatmish Chang'anni esiga keltirsalar, yiliqi qo'rdonliq usulchi qiz Oytulun ko'z oldiga keladi. U qiz hozirmi Chang'anda bormidi? Aman esan turganmidi? To'polonchilar qo'rdonliq san'atchilarga ziyon zahmat yetkazganmidi yoki u san'atchilar Chang'andan qochib ketganmidi? Bu dahshatli ma'lumotchilikqa to'lgan kunlarda nimalar bo'lib ketishini oldin ola kimmi tasavvur qila olsin? Sarsonliq, sargardonlikdan kunlar o'taverdi. Hamma yerda ma'lumotchilik bo'lg'achqa xotirjam yurgili bo'lmaydi. Ba'zi joylarda 2-3 kun turib qilishga to'g'ri keladi. Shu tariqada ko'klam fasli o'tib, yozning issiq kunlari yetib keldi. Tiniq osmondagi to'mus quyoshi havoni shafqatsizlik bilan qizdirmoqda edi. Eriq eqillar qurib, teriqsiz qolgan etizlar qaqchirab ketgan edi. Qutatmishning manglay va bo'yinlaridan tar quyilib turadi. U o'ng yandan izmilanadigan oqboz ko'ngligining yoqsini kang ichibdi. Do'lqinsimon uzun qo'ng'ir chachlari ustidan shalpar yog'liqini chekilab tengib oldi. Chilam to'riqmu beshini sangilatib, erinchaklik bilan asta ketayotdi. Ushtum tut Qutatmishning tajribali quloqlariga nurg'ulg'an ot tuyoqlarining yiroqdagi do'pirlashlari anglangandek bo'ldi. U sagaklashib beshini ko'tardi. Degandek, oldi tarafdan, ya'ni Chang'an tarafdan minglagan otliq odamlar ufuqni to'sib chiqib keldi. Qutatmishning ulardan qochib qutulishga ko'zi yetmadi. Uning eti uzun yo'llarda charchagan, pishg'irim oftobda ussigan, yelimi aran medirlab ketayotdi. Bular kim? Qutatmish otni to'xtatdi va qo'li bilan oftobni to'sib, yaqinlab kelayotgan otliqlarga sinchilab ko'z tikdi. Qaraganda bular to'polonchilar qo'shiniga o'xshamaydi. Ularmi Qutatmishni ko'rdi bo'lg'ay, to'p ichidan 2 chavandoz ayrilib chiqib, otlarni choptirib keldi. Kimsan? Nadin kelding? Nega ketyapsan? Qutatmishmi ularning kimligini bilmagachga, qanday javob berishni bilmay turib qoldi. Ularning ichida qilich, nayza, o'qya, gursi qatorliq yarog'lar bilan qurollangan chavandozlarmi, ham kilangsiz ko'tek harvularda choy qilib o'ltirishgan ayollar, bolalar, qeyri cho'rilarmi bor edi. Chang'anga bormoqchiman. Chang'anga nima qilib borsan? Aloshanning to'pdan tushib qolgan askarmiyasan? Ular Aloshanning odamlari emaskan. Yo'qsa, men hech qanday qo'shinning odami emas. O'rxon bo'ylaridan kelib qolgan bir musofirman. Chang'anda do'stlarim bor edi. Shularni izlab ketyapman. Do'stlaring nima ish qilgan odamlar? Ular qo'rdondan kelgan sayyora san'atchilar. Ularni ko'rganmisizlar?
Ko'rsakmi ko'rgandoq. Changanga har xil sayyora sanatchilar doim kelib ketib turadi. Hozir u yerdagi ahvol qandoq? Allushan qo'shini shaharni ishg'ol qila oldimi? Ular shaharga bezib kirgandan keyin 3 kungacha dahshatli qirg'inchilik, bulonchilik qilishdi. Sening sanatchi do'stlaring qandoq bo'lib ketdikin tong? Sizlar nereden kelyapsizlar? Mana biz Chang'andan qochib chiqdik. Sulala qo'shinlari podshoh bilan birga shaharni tashlab ketishdi. Allushan shaharga jang qilmayli kirdi. Chang'an xalqi hech qachon bundoq dahshatli fojiani ko'rib boqmagan edi. Buyuk ostonimiz qon yoshga to'ldi. Bo'laydigan hech narsa qolmaganda ko'chada ketayotgan kishilarni tutib olib, qari yosh, ayol demay, hammasining usti beshidagi kiyim-kechaklarni soldirib olib, onidan tug'ma holatda qiyib yalang'och qilib qo'yishdi. Odamlar o'zlarining uyatliq yerlarini eski qog'ozlar bilan yepib yuradigan kunga qoldi. Biz oxir zulmga chidamay qo'zg'ilib chiqdik. Biz ular bilan qattiq elishdik. Shahar aholisi orqa-orqadan kelib, bizning sepimizga qo'shildi. Biz jinimizni tikib qo'yib, qattiq jang qilgan bo'lsakmi, oxir tang kelolmadik. To'polonchilar nihoyat ko'p edi. Ular aholini burunqidan dahshatli qirg'in qilishga boshladi. Biz ota-onalarimiz, xotin bolalarimizni ilib qochishga majbur bo'ldik. Qochib qutula olganlarimiz mana mushunchalik. Sizlar endi nega bormoqchi? Anglasak, Chang'anda o'ltiraqlashib qolgan turklarning Oshino qabilasidagi bir begzodasi Allushanga qarshi chiqibdi. Ular hozir shahar atrofidagi joylarda oylinib yurib, jang qilib o'tibdi. Biz shularga qo'shilaylik deb ketyapmiz. Eng yaxshisi, senmi biz bilan birlamang yigit. Bu kunlarda shaharga kirish bak xatarlik, jiningdan ayrilib qolasan. Ahvoldan qaraganda shunday qilmaymi, amal yo'qdek turadi. Bo'ladi. Menmo sizlar bilan birga ketay. Shunda qilib taqdirning shamali muhabbat yo'lida sarson bo'lgan qutatmishni o'tayotgan tog'lardan uchirtib aylantirib kelib, oxir mushunna tonish dardman kishilar to'pig'i qo'shib qo'ydi. Ular bir necha kun yo'l yurib, Oshina turklarining qo'shinini topdi va ularning sepiga qo'shilib, Allushan qismlari bilan bo'lgan bir necha qitimliq kichik doiradagi qurolliq to'qinishlarga qatnashdi. Keyin Allushan qismlari jazo yurishi qilib, ularni teri-peran qilib o'tdi. Kang dalaga ayol, qari yoshlarning jasadlari terilib ketdi. Nihoyatda ozli bir qism odamlar qirg'inchilikdan qutulib qoldi. Shularning ichida qutatmishmi bor edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Tez ketinglar, bo'lmasa quyruqlarga o't yoqimiz, o'tga tashlab o'rtaymiz, o'qqa bilan otimiz, qilich bilan chopimiz, nayzi bilan sanjimiz. Darhol ketinglar. O'ttira Tuzlan rayonini markaz qilib, yiroq yaqindagi har qaysi qabila toifalarni birlikka keltirib, jahonda tangdossiz qudratli davlatni barliqqa keltirgan edi. O'tgan qitam qit'alarga yordam berish uchun borganda, u Allushan degan osmonga peshvo otadigan ko'rang bilan puxodan chiqdidak so'qisholmay qaytib kelgan edim.